Chunki ular bilan hurmat bo'ladi. Keyin boshqa o'zbeklarga hurmat sifatida bo'ladi. Ular ham xursand bo'ladiki, qarang, assalomu alaykum. Mening ismim Vasim Akram. O'zbekchada alhamdulillah bemalol gaplashaman. akalar, o'rtoqlar, O'zbekistonda yillab, 15-20 yillab yashab, lekin o'zbekchada gapirishni yoki xohlamayotgan yoki gapirishni bilmayotgan, o'rganmayotgan odamlar ozgina o'tish kerak. Qancha bo'ldi O'zbekistonga kelganingizga? Alhamdulillah 4 yil bo'ladi, Xudo xohlasa. Yaqinda 4 yil bo'ladi, Iyunda akamizga iyunda 4 yil bo'ladi, Xudo xohlasa, lekin o'zbekchani yorib qo'yadi. O'qish, yozish, gapirish. Nimaga o'zbekchani o'rganasiz? Qarang, men iyunda kelgan, iyun 2022 ga kelgan O'zbekistonda, Toshkentda. O'sha paytda proyektda kelganman, o'sha yerda injener bo'lib. Majbur bo'ldim birinchi, chunki atrofda hech kim men hind tili bilaman, ingliz tili bilaman. U tilni hech kim bilmagan. Ular bilan gaplashish uchun men majbur bo'ldim. Ular bilan gaplashib o'rgandim. Bu men uchun yaxshi bo'ldi, alhamdulillah. U foyda berdi menga. Keyin yana bitta gap, agar qayerdadir borasizlar, boshqa davlatda borasizlar, o'sha joyga tilni bilish kerak. Shu joy tilini albatta bilish kerak. Обязательно demaylik. Imkon qadar biz ham shu ruscha gaplarni, ruscha so'zlar aralashtirmasga harakat qilyapmiz, lekin kasallik bo'lib qoldi. Yana qiziqdim, keyin yana o'rgandim, gaplashib. Qiziqib. Endi kimdir inglizcha ham bilsa, ular bilan ham men o'zbekcha gapiraman. Nimaga? Chunki ular bilan hurmat bo'ladi. Keyin boshqa o'zbeklarga hurmat sifatida bo'ladi. Ular ham xursand bo'ladiki, qarang, bu biz o'zimiz tilida gapiryapti. Vasim akaga hurmatimiz cheksiz. Biz aka bilan 2 yildan beri ishlaymiz. Vasim aka, katta rahmat butun o'zbeklarni, o'zbekistonliklar nomidan, chunki boya boshida aytganimdek, odamlar 15-20 yillab yashab, bu tilda gaplashishni yo xohlashmaydi yoki umuman bilishmaydi. Bu bizning nazdimizda o'zbek tiliga nisbatan e'tiborsizlik, hurmatsizlik deb bilamiz. O'rtoqlar, fikringlar yozib qoldiringlar. Vasim akani ham atmetga qilib qo'yamiz. Bemalol kuzatishlaringiz mumkin. Rahmat. Salomat bo'ling. Vasim akadan tashqari ham kelganiga ko'p bo'lmagan boshqa hind hamkasblarimiz o'zbek tilini o'rganib, o'zbek tiliga boshqacha mehr ko'rsatishyapti. Bu bizni albatta har doim xursand qiladi. O'rtoqlar, shuning uchun bu narsani to'g'ri tushunish kerak. Bir davlatga borganda, bir davlatni ichida ancha uzoq vaqt yashaganda tilini hurmat qilib, o'sha tilni birinchi navbatga qo'yishlik kerak. Hozirgi kunda bu narsa dolzarb bo'lib ko'tarilyapti. Bu masalalar xalq ichida keng yoyilyapti, ko'pchilik tushunyapti, alhamdulillah. Bizni kuzatishda davom etinglar. Yaxshi manfaatli narsalarni qo'yib boryapmiz deb o'ylaymiz. Yoqqan bo'lsa like bosinglar, podpishka qilinglar.